U shu qadar sukunat kechada boshlandiki, hatto shamol ham nafasini ushlab turgandek bo'ldi. Pichirlash ohangi go'yo zulmatning ozi eshitayotgandek. Kichkina, unutilgan qishloqda eski devorlar 60 faryodini eslab turadigan joyda Ayra ismli qiz yashar edi. Endigina 9 yoshda kozlari bola uchun juda jim. Qishloqdagilarning aytishicha, uning kozlari u bo'lmasligi kerak bo'lgan narsani ko'rgan odamning koziga o'xshaydi. Qo'rqinchli ohang, lekin hech kim undan sababini so'rashga jur'at eta olmadi. Hammasi ota-onasi qiyshiq yo'lning oxiridagi eski uyga qochib o'tganidan keyin boshlandi. U yerda qushlar uchmaydigan va yaqinida itlar hurmas edi, chunki ular bilishgan. Birinchi kechada Ayra onasiga pichirladi. Mening xonamda kimdir bor. Onasi qovog'ini chimirdi. Kimdir? Lekin biz eshikni qulflab qo'yganmiz, shunday emasmi? Ayra faqat xonaning burchagiga ishora qildi. Devordagi qorong'i yamoq, tunning qolgan qismidan ham qorong'i. Va keyin u jilmayib qo'ydi. Past, dahshatli ohang, uniki bo'lmagan tabassum. Dastlab ota-onalar bu faqat bolaning tasavvuri, ehtimol yangi joyga qochib o'tish qo'rquvi deb o'ylashdi. Ammo ikkinchi kechada kichkina qiz uxlamadi. U gapini davom ettirdi, ohista go'yo kimdir unga javob berayotgandek. So'roq ohangi, siz kimsiz? Pichirladi u zulmatga. Qo'rqinchli ohang va qorong'ilik shivirladi. Hech kim nima deyilganini eshitmadi. Ammo o'sha kechadan keyin Ayra tashqarida o'ynashni to'xtatdi. U kunlarni o'sha burchakka tikilib o'tkazdi, go'yo kutgandek. Uydagi havo o'zgara boshladi, og'irroq, sovuqroq. Eshiklar uyning o'zi tirikdek nafas olardi. Ota tom bo'ylab sudralayotgan zaif qadam tovushlarini eshita boshladi va eshikni ochganda hech narsa yo'q edi. Hech narsa nam tuproq hididan boshqa. Qishloq ruhoniysi ularni ogohlantirdi. Bu uyning soyasi bor, dedi. So'roq ohangi, soyami? Deb so'radi ota zorlab kulib. Har kimning soyasi bor. Ammo ruhoniyning ko'zlari qorayib ketdi. Qo'rqinchli ohang, bu kabi emas. Bir kuni kechqurun yomg'ir devorlarga qora daryolarni oyib tashlaganida, onasi Ayraning xonasiga kirdi, faqat devorda oz soyasiga tikilib o'tirgan qizni ko'rdi. Lekin dahshatli tomoni, pichirlash ohangi soya qimirlardi, hatto u harakat qilmaganda ham. Uning boshi sekin egildi, barmoqlari g'ayritabiiy tarzda cho'zildi va uning tabassumi kengayib bordi devor chetiga yetguncha. Qo'rqinchli ohang, Ayra tur, dedi onasi, ovozi qaltirab. Ammo Ayra qimirlamadi. Soya qildi. Xonadan eski qabrlar hidi kelardi. Lampochka qichqirgisi kelgandek miltilladi. Ona topigiga sovuq bir narsa tegib turganini sezdi. U pastga qaradi, hech narsa. Ammo u yana qarasa, baland ovozda, to'satdan uning orqasida soya turardi. U qichqirdi. Ovoz chiqmadi. Faqat sukunat, og'ir bog'uvchi sukunat. O'sha kechadan keyin Ayraning kulgisi hech qachon bir xil bo'lmagan. Bu uning ichida yana nimadir kulayotgandek aks-sado berdi. Qishloq aholisi oiladan qocha boshladilar. Uni ko'rgan bolalar ko'chani kesib o'tishdi. Pichirlash ohangi har kecha ertalab soat 3, da uning derazasiga itlar hurishdi. Ota devorlarda tutundan yasalgan mixdek uzun va ingichka tirnalgan joylarni topdi. Va podvalda ular ilgari bo'lmagan narsani topdilar, kul bilan qoplangan eski oyna. Ayra rasm chizishni boshladi, u ko'zlari yo'q va tabassum yuzini ikkiga bo'luvchi baland figurani chizdi. U uni mening do'stim deb nomladi. So'roq ohangi, nima uchun do'stingiz shunday tabassum qilmoqda, Ayra? So'radi o'qituvchisi. Qizcha esa pichirladi, chunki u nihoyat jasadni topdi. Bir kuni kechasi otasi Ayraning xonasiga kamera qo'ydi. Ertasi kuni ular kadrlarni tomosha qilishganda, qonlari muzlab qoldi. Soat 2:47 da qiz uxlab yotgan edi, lekin uning soyasi yo'q edi. Avval o'tirdi. Keyin turdi. Keyin boshini kamera tomon burdi. Qo'rqinchli ohang, tabassum inson emas edi. Sekinasta qo'lini Ayraning ko'kragiga qo'ydi va uning ichida g'oyib bo'ldi. O'sha kechadan boshlab Ayra shunchaki qiz emas edi. U eshik edi. U o'ziniki bo'lmagan ovozlarda gapirdi. U xuddi ichida suyaklar egilayotgandek harakat qildi. Va kimdir undan biror narsa so'rasa, u jilmayib pichirladi. U eshitmoqda. So'roq ohangi, kim tinglayapti? deb so'rar edilar, dahshatga tushib. Past shaytoniy ohang, ortingizdagi. Ota uydan chiqib ketishga harakat qildi.
Ammo qishloqdan chiqayotgan har bir yo'l bir xil ko'rinardi. Ular aylana bo'ylab haydashdi. Daraxtlar o'z nomlarini pichirlashdi. Ruhoniy qaytib kelib, ularni yana ogohlantirdi. Uning aytishicha, bunday soyalar qo'rquv bilan oziqlanadi. Ular eng zaiflarni kutishadi. Qo'rqinchli ohang va bola, dedi u, eshikning eng zo'r eshigi. Hozirgacha ayraning ko'zlari qorayib ketgan edi. U endi ko'z qisib qo'ymadi. U har safar kulganida uydagi chiroqlar bir soniya ochib qoldi. Soya kuchayib ketdi. U endi burchakda qolmadi. Kechasi koridorlarda yurdi. U odamlarning yotoqlari ustida turardi. Ba'zan bu hatto eng chuqur qo'rquvlarni ham pichirlardi. Bir kuni kechasi ruhoniy tozalash marosimini o'tkazish uchun qishloq aholisini yig'di. Shamlar, muqaddas suv, qoshiqlar. Ammo ular boshlaganlarda ayri baqira boshladi. Inson qichqirigi emas, buzilgan, g'ayriinsoniy ohang, qichqiriq, uning ichida yuzlab ovoz otib ketgandek tuyuldi. Shamlar birin-ketin ochdi. Sovuq shamol xonani yirtqich hayvon kabi o'tkazib yubordi. Ruhoniy baqirdi, uni ushlab turing. Ammo ayri ushlab turishga muhtoj emas edi. Ularni nimadir ushlab turdi. Soya paydo bo'ldi. Past, sekin ohang, u tutun kabi uning tanasidan chiqib, asrlar davomida kutgan narsaning shaklini hosil qildi. Uning ko'zlari yo'q edi. Faqat juda uzoqqa cho'zilgan ogiz. Xona larzaga keldi. Mindos buzildi. Ota baqirdi, siz nimasiz? So'roqli ohang, soya boshini egib pichirladi. Men doim shu yerda bo'lganman. Ritual muvaffaqiyatsizlikka uchradi. O'sha kechasi ruhoniy g'oyib bo'ldi. Qishloq ahli bir necha hafta o'tgach, uning ovozini shamolda eshitishga qasam ichdi. Oila uyni yoqib yuborishga harakat qilgan. Ammo alanga tarqalmasdanoq ayri og'zini ochdi va olov oldi. Zulmat uni butunlay yutib yuborgandek. Endi odamlarning aytishicha, uy hali ham o'sha qiyshiq yo'lning oxirida turibdi. Hech kim unga yaqinlashmaydi. Ammo ba'zida sovuq kechalarda singan derazalardan bolaning shivirlashi eshitiladi. Pichirlash ohangi, mening soyam bilan o'ynashni xohlaysizmi? Va agar siz bu zulmatga uzoq vaqt qarasangiz, soya orqaga qaraydi. Oxirgi kirgan oila hech qachon topilmadi. Devorlarda faqat ularning soyalari qolgan. Cho'zilgan, buralgan, jimgina qichqiradi. Qo'rqinchli ohang va ayram. Ba'zilar u hech qachon qarimagan deyishadi. Ba'zilar uning hali 9 yoshda ekanligini aytishadi. O'sha burchakda turib, tabassum, kimnidir kutish xuddi siz kabi. So'roq ohangi sekin, u bilan o'ynaysizmi?